Assalomu alaykum. Vinpro dasturida o'lchovlar yaratish. Shaxsiy kabinetga kiring va o'lchovlar bo'limiga o'ting. Yaratish tugmasini bosing. O'lchov yaratish oynasi ochiladi. O'lchov nomi, mijozning telefon raqami va ismini kiriting. Saqlash tugmasini bosing. Saqlangan o'lchov oynasini oching. Bu yerda siz o'lchovga tegishli barcha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. O'lchovlar bitta yoki bir nechta konstruksiyalardan tashkil topgan bo'ladi. Konstruksiyalar bo'limida o'lchovga tegishli bo'lgan barcha eshik va romlarni yarating. Mahsulotni ishlab chiqarish marjasini belgilang. Yaroqsiz uzunlikdagi mahsulotlarning qoldig'ini hisoblash usulini tanlang. Vinpro dasturida tijorat taklifini to'rt xil shaklda yaratish mumkin. Kerakli shakldagi tijorat taklifini yuklab oling va mijozga taqdim eting. Tijorat taklifida ko'rsatilgan narxlar va shartlar mijozga ma'qul kelgan bo'lsa, ushbu o'lchovni buyurtma sifatida rasmiylashtirish tavsiya etiladi. Vinpro dasturidan foydalaning va biznesingizni yangi bosqichga olib chiqing.